Salqin saharlarda bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, gullarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Assalomu alaykum, qalbimizga tutash yaxshilar. Xayrli kun dasturining muhtaram muxlislari. Barchangizga yana bir bor yorug' va bayramona kun muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi dasturimiz orqali sizlarga bir-biridan qiziqarli suhbatlarni, lavhalarni tayyorlaganmiz. Biz bilan bo'ling. Azizlar, bugun yana yorug' kunda Xayrli kun dasturining katta jamoasi va boshlovchilaringiz Kamina Madaminjon hamda Parizoda xizmatingizdamiz. Xayrli kun dasturi davom etadi azizlar. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz. Bu shior bugun yurtdoshlarimiz tomonidan ko'p bor tilga olinmoqda va ertaga butun xalqimiz kutgan Sharqning betakror ayyomi Navro'zi olam kirib keladi. Barchangizga kirib kelayotgan bu qutlug' bayram yana bir bor muborak bo'lsin azizlar. Navruz shodiyonalari bilasizmi Madaminjon aka, butun yurtimiz bo'ylab davom etyapti, nishonlanyapti. Ayniqsa bayram arafasida mahallalarda, ko'cha-ko'ylarda katta tantanalar tashkil etilyapti, sumalaklar pishirilyapti. Ayniqsa ko'k somsalar, ko'k mantilar, ko'kdan tayyorlanadigan jamiki noz-ne'matlar borki, bu insonga xush yoqadi. Ayniqsa bu yil Navruz bayrami Ramazon oyining ro'zasiga to'g'ri keldi va bu iftorlik bayramida eng xushxo'r taomlardan biri ko'k somsalar, ko'k mahsulotlardan tayyorlangan taomlar bo'lsa kerak. Albatta, nafaqat taomlar, umuman bahorning o'zi insonning kayfiyatini ko'taradi va Parizoda e'tibor bergan bo'lsak, doim bahorning kelishini bodom va o'riklarning gullaganiga qarab ko'proq his qilamiz va doimiy an'anaga aylanib qolgan mana Farg'onada o'tkazildi yaqindagina o'rik gullaganda festivali bu gal tadbirga Oltiariq tumani mezbonlik qildi. Albatta, bu festival har doim ham juda ko'tarinki ruhda tashkil etiladi. Bu bayram arafasida sayllar amalga oshiriladi. Xalqimizning eng nodir asarlari taqdim etiladi. Laparlar, kuy qo'shiqlar bu bayramga, festivalga yanada o'zgacha zavq bag'ishlaydi. Shunday va bayramning davomi yana boshqa manzillarda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Siz aziz yurtdoshlarimizni ana shu bayramona sayrlarga chorlab qolamiz. Mana ertaga bayram ekan, Parizoda kun bilan tun tenglashadi. Sharq xalqlari uchun yangi yil aslida Navruzdan boshlanadi. Lekin bir savol bizni ham hamda muxlislarimizni ham qiziqtiradi albatta. Navruzning va bahorning inson ruhiyatiga ta'siri juda katta. Albatta. Buning qanday sirlari bor ekan, bu haqida bugun yana mutaxassisga yuzlansak to'g'ri bo'ladi menimcha. Albatta, bu juda ham to'g'ri fikr. Albatta, bugun dasturimizda yana mehmon bor azizlar va siz bu suhbatdoshimizni juda yaxshi taniysiz. Ustozimiz Farg'ona davlat universiteti psixologiya kafedrasi dotsenti Ma'murjon Otajonov bugun bayramona dasturimizda yana mehmonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Kirib kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Rahmat aytamiz. Yaxshi kayfiyatni o'tkazinglar bayramni. Doim yaxshi kunlarda uchrashaylik deb niyat qilamiz va niyatimiz mana ijobat bo'lyapti ustoz. Bugun mana Parizoda hozir efirdan oldin menga aytib turgan 20-mart xalqaro baxt kuni ekan. Baxt haqida ko'p gaplashganmiz, lekin baxt haqida biz yana o'zingizning fikrlaringizga to'xtalishni, e'tibor qaratishni istardik. Qachon biz o'zi to'liq baxtli bo'lamiz? Endi hammani ham shu o'ylantirayotgan narsa shu bo'lsa kerak. Umr bo'yi qidiradi, qachon baxtli bo'laman deydi. Endi kimlardir formulasini qidiradi, baxtni qanday qilib hisoblab chiqarsak bo'lar ekan baxtni deb hisoblab. Endi mana psixologlar ko'p shug'ullanishgan shu masala bilan. Men bitta bir Amerikada o'tkazilgan tadqiqotni gapirib bermoqchi edim. Odamlarga mana shu shukronalik kunlarida menimcha juda ham yaxshi bo'lsa kerak. Albatta, qiziq bo'ladi. Shu amerikaliklar masalan ko'pchilik baxtni moddiy farovonlik bilan bog'laydi-da. Masalan, pulim ko'pgina bo'lsa baxtli bo'lardim degan fikr hammada har doim yuradi. Shu rostdan ham shunaqamikan deb shuni bir tadqiqot qilib o'rganib ko'rishgan. Bitta tadqiqotni 37 yil tanaffus bilan 2 marta o'tkazishgan. 1957-yilda, keyin 1994-yilda. Chunki bularga shu farovonlik ortishi kerak edi, hali aniq bo'lishi uchun haligi dalillar.
bitta savol, siz qanchalik o'zingizni baxtli deb hisoblaysiz deb 3 ta variant taklif qilishgan. Juda ham baxtli, shunchaki baxtli va baxtsiz. Shu 57-yilda so'rovda ishtirok etgan amerikaliklarni endi 57-chi ko'z oldiga keltiring. Hali ular ham boy emas, nochor yashagan, farzandlari soni ham bir 7-8-10 tagacha bo'lgan. Shu so'rovda ishtirok etganlar 57-yilda 35% o'zini juda ham baxtliman degan ekan. Qolgan 65% shunchaki va baxtsizga ajralgan ekan. Endi 94-yilda bularning farovonligi ortib, dunyoni xohlagan joyga boryapti, xohlagan narsasini olyapti. Endi hamma maqtab keladi, imkoniyatlar kengayapti. Amerikani maqtab keladi hamma. Shu 94-yilda shu savolni qaytarib berish yana 3 ta variant taklif qilishganda juda ham baxtlilar bitta ham qolmabdi. Bor yo'g'i 29% men shunchaki baxtliman debdi, qolgan 71% men baxtsizman debdi. Amerikalik olimlar, psixologlar shuni xulosa qilishganki, demak, pul, moddiy boylik baxtga sabab bo'lmas ekan. Nimaga endi javoban berish kerak-da unga endi savol qo'ygandan keyin. Ma'lum bo'lishicha, odamlar puli ko'payar ekan, farovonligi ortar ekan, maqomi ortar ekan, bir pog'onaga chiqar ekanda, kecha qayerda kim bo'lganini unutar ekan. Ular faqat yuqoriga taqqoslar ekan o'zidan yaxshilarga. Qancha yaxshi yashasa, undan ham yaxshirog'iga intilib yashaydi. Yaxshirog'ini ko'rar ekanda, yana o'zini ahvolini boshqalardan yomon deb his qilaverar ekan. O'shaning uchun qoniqtirmaydi. Qachon baxtli bo'laman degani bu odamning o'ziga bog'liq, chunki kengga keng dunyo, torga tor dunyo deydi. Agar men baxtliman siz baxtlisiz. Yo'q, men baxtsizman siz, demak siz baxtsizsizda, u sizning o'zingizga bog'liq narsa. Mana hamkasblaringizdan biri aytadiki, biz mayda baxtlarni o'tkazib yuboramiz, katta baxtlarni qidiraverib. Chanqab kelib suv ichsangiz ham baxt, sovuq haroratli ko'chadan uyga yugurib kirsangiz ham baxt, charchab kelib dam olsangiz ham baxt. Lekin biz bularni ko'pincha baxt hisoblamaymiz. Odatiy hayot tarziga o'xshaydi. Albatta, bu baxtning kichik lahzalarini biz his etishni ba'zida bilmaymiz yoki shukronalik keltirmaymiz. Menimcha baxt mening nazarimda bu shukronalikda va bor narsaga qanoat qila olishda va o'zimizda bor narsalardan baxtni yarata olishda. Masalan, ota-onamizning sog'ligi, o'zimizning tanimizni, ruhimizning sog'ligi, oyog'imizning yurib turgani, ko'zimizning ko'rib turgani, atrofdagi yam-yashillik, bu albatta hamma narsasi insonni ko'zini quvnatadigan narsa. Misol uchun bittagina gulni uzib hidlasak ham bu baxtning bo'ylarini his etgandek bo'lamiz-da. Bu odamning fantaziyasiga, ko'rish qobiliyatiga va shukronalikni qay darajada his eta olishiga bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'shancha aytishadi, baxt bu o'zing xohlagan hamma narsaga ega bo'lish emas, baxt o'zing ega bo'lgan hamma narsani xohlash. Albatta. Bor narsangizni yaxshi ko'ring, o'shani o'zi siz uchun baxt hissini beradi. Chunki bu baxt qandaydir moddiy narsa emaski, uni bir joydan ushlab olsa, bu hissiyot xolos. Siz boshdan ishdan kechiradigan kechimmi? Agar qoniqish bo'lsa, shundan o'zingizni haqiqatda xursandman yo baxtliman deb hisoblasangiz, demak siz o'zingiz haqiqatda ham baxtga erishgan haligi bo'lasiz. Shu bilan. Mana bugun bayram kunlari davom etyapti. Ertaga asosiy bayramlar o'tadi. Xohlaymizmi, yo'qmi, baxtiyor yurtdoshlarimizni ko'rib biz ham baxtga qo'shilib ketamiz. Mana ustoz kuz faslidagi suhbatlarimizda aytgan edingiz, ko'p shu so'z miyamda aylanadi-da, ya'ni bizning baxtli turmushimizga yoki baxtsiz turmushimizga fasllar aybdor emas deganingiz to'g'ri. Lekin bahor baxtli hayotimizga qanchalik ta'sir qiladi? Endi bilasizmi, masalan, odamning kayfiyati ko'proq yorug'lik bilan bog'liq deyishadi psixologlar. Masalan, qishda nimaga tushkun kayfiyat ko'proq bo'ladi yo mana kuzdan boshlab? Chunki yorug'lik davri qisqarib boraveradi borgan sari. Tong otadi, kechkiradi, keyin quyosh ham bulut orqasiga o'tib ketadi, boshqa bo'ladi-da. Bu bizning kayfiyatimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi mana bahor kelib boshladi, mana hali aytlaring, o'riklar gullayapti, bodamlar gullayapti, uni orqasidan shoptoli, olma degandek ish qilib haligi nima deydi, bir yasharish, o'sish davri keldi-da endi. O'z-o'zidan odamlar kayfiyati ham yaxshi bo'lib boryapti. Bu birinchidan o'sha yorug'lik davrini uzayotganligi. Hozir mana ertaga teng kunlik bo'lsa, undan yo'g'iga endi kunduzni haligi vaqti uzayib boradi. Havo mo'tadil, odamga yoqimli, masalan, haligi qiynaydigan qo'pol kiyimlardan voz kechiladi. Qo'pol kiyimlardan voz kechamiz, o'zimizni yengil his qilamiz. Albatta qadimgi mana Gretsiyadan boshlab faylasuflar, undan keyin o'zimizning buyuk ajdodlarimiz ham insonning organizmi
koinot bilan bevosita bog'liq deb hisoblashgan. Chunki koinotdagi har qanday o'zgarish, hatto mana koinot ham bilasiz qisqarib haligi nima qiladi, unda ham xuddi tomirga o'xshagan puls bor koinotda ham. Shu ham hatto bizga, organizmimizga bevosita ta'sir qiladi deb o'sha qadimiy grek faylasuflar Anaksagor, Demokritlar, undan keyin mana o'zimizning Ibn Sinolar ham xuddi shu fikrda tasdiqlashgan. Demak, modomiki mana yangitdan boshlanyapti, endi hayot go'yoki Navro'z bo'yicha yangi hayot boshlanyapti. Demak, yangi kun, demak, inson uchun ham qandaydir bir yangilanish hissiyotini beradi, uni ruhiyati uchun ham. Shuning uchun bahorda albatta kayfiyat ham yaxshi, munosabatlar ham yaxshi, ko'zlar ham boshqacha ko'radi deydi hamma narsani. Hamma narsadan go'zallikni qidiradi inson. Tashvishlar ham ortda qoladi. Tashvishlar go'yoki ortda qoladi albatta. Endi dehqonlar tashvishi ko'payadi, bog'bonlar tashvishi ko'payadi o'ziga yarasha. Shunday. Ular ham albatta kuzda bo'ladigan yaxshi bir daromaddan, yaxshi bir kirimdan umid qilib, ularning mehnati ham o'ziga yarasha shunaqangi shijoatli bo'ladi albatta. Lekin har bitta ishni boshlashimizdan oldin bizga kuchli energiya kerak bo'ladi. Albatta bu energiya ham salomatlik bilan, ham psixologiya bilan bog'liq. Insonlar mana shu bahor faslida ko'proq energiyani nimadan oladi va nimadan olishi kerak? Endi men vrach emasman, bir dori-pori tavsiya qiladigan. Men shunchaki psixologman. Endi energiya odatda mana haligi psixoanalizda libido degan energiya turi bor. Buni ichki psixik energiya deyiladi. Keyinchalik Jung degan bir haligi buyuk psixolog ham xuddi shuni ta'kidlagan. Bu universal energiya, hamma bizni faolligimizga tus beradigan energiya deb hisoblagan. Bahorda o'z-o'zidan bu miqdori ortadi odamda. Mana endi hali erkaklarda testosteron miqdori ortadigan bo'lgandan keyin hammaga bir xil xos baxt gormoni deydi. Bu ham hali ortib boradi. Bu endi bevosita tabiat bilan bog'liq. Endi doim bir haligi ko'proq energiya, ko'proq xursandchilik olish uchun avvalo hali aytgandek kayfiyatni yaxshi qilish kerak. Bir xil vaziyatdan kimdir zavq oladi, kimdir asab buziladi. Bu endi odamning o'ziga bog'liq narsa. Shuning uchun odam hech qachon haligi o'zidagi qandaydir holat uchun tashqaridan kimnidir yo nimanidir ayblash shart emas, ayblash. Bu mana haligi biz o'qitamiz. Bir xil vaziyat kim uchundir yomon bo'lsa, kim uchundir juda ham yaxshi yoki bo'lmasa kim uchundir betaraf, neytral bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi bahorda ko'proq muloqot qilish, ko'proq aytaylikki tabiat qo'ynida sayr qilish, tabiatga borish, dam olish, kechki mana havo mo'tadil paytda sayr qilish, bularning hammasi bizga energiya beradi. Albatta kayfiyatimiz ham ijobiy bo'lishiga sababchi Tabiat bo'ladi. hodisalarining inson psixologiyasiga ham ta'siri bormi? Albatta. Albatta. Hali aytdim. Bizning organizmimiz bevosita koinot bilan bog'langan. Koinotdagi har qanday o'zgarish bizning organizmimizda aks etadi. Mana endi oxirgi paytlarda biz ko'proq haligi quyosh magnit bo'roni haqida ko'p gapiradigan bo'lib qoldik. Haqiqatdan ham odamlar bevosita shuni his qilyapti. Mana boshim og'riyapti deydi, yuragimda qandaydir o'zgarish bor deydi. Shunday ekan, mana tabiat atrofdagi shuncha go'zallik, atrofdagi shuncha yasharish, yangilanish bu bevosita bizning ruhiyatimizga ham ta'sir qiladi. O'z-o'zidan bizning dunyoqarashimizga, hissiyotlarimizga, kechinmalarimizga o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazadi bular. Qadrli muxlislar, dasturimiz, suhbatimiz davom etadi. Navro'z kayfiyati bilan Navro'zga doir savollarni, Navro'zga bog'liq bo'lgan qiziq jarayonlarni sizlar bilan birgalikda his etamiz. Qadrli muxlislar, Navro'ziy kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona davlat universiteti psixologiya kafedrasi dotsenti ustozimiz Ma'murjon Otajonov bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz ustoz. Inson mana energiyani olish manbalari haqida gaplashib o'tdik. Endi energiyani yo'qotish haqida ham gaplashsak, qanday holatlarda biz energiyamizni yo'qotishimiz, boy berishimiz mumkin? Endi odatda energiya haqida gapirganda psixologlar ikkita turiga ajratishadi. Buni endi ko'pchilik mana ruschani ishlatishaveradi. Pozitiv, negativ energiya deyishadi. Yoki pozitiv oldim yoki negativ bo'ldi degan gaplar gapirishadi. Endi bunisi sodda o'zbek tilida ijobiy, salbiy ma'noni anglatadi o'zi. Endi to'g'ri,
energiya manbalari bor, energiyani yutadigan haligi qora tuynuklar ham bor o'zi aslida tabiatda, haqiqatda ham. Bir faylasuf shunaqa gap bor edi. Agar ko'zim ravshan bo'lsin desangiz, demak tabiatda doim chiroyli, go'zal narsalarga tikiling deydi. Bu ko'zni nurini ravshanlantiradi. Energiyaga ham shuni tatbiq qilish mumkin. Haqiqatda ham mana yaxshi odamlar bilan suhbatlashsangiz yoki bir chiroyli joylarda sayr qilsangiz, o'z-o'zidan sizdagi energiya haligi quyilib kelayotgandek bir o'zingizni his qilasiz. Endi ba'zan shunday bo'ladi. Ayrim odamlar bor, buni ham aytaverish kerak. Haligi energetik vampir deyishadi ruslar yoki energiya so'ruvchi, xuddi qon so'radigan vampirga o'xshagan shunaqa odamlar ham bo'ladi. Yonida bir ozgina o'tirasiz, o'z-o'zidan sekin-sekin kayfiyati tushkun bo'lib, buzilib ham boraveradi. Shunaqa odamlar bor. Ularni ustoz bir tanishtirib o'taylik tomoshabinlarga. Ular juda yaxshi tanishadi. Hammamiz atrofimizda bor. Shunaqa odamlar bor. Haqiqatda u aytish ham shart emas, birov aytishi ham shart emas, lekin o'zingiz his qilib qolasiz. Sekin-sekin bir haligi bo'shashgandek bo'lib, kayfiyatingiz ham tushib, yo'qolib boraveradi. Endi o'z-o'zidan endi buni endi isbot qilingan narsa emas, lekin ayrim tabiatda shunaqa joylar bor deydi. Bular ham haligi energiyani yutadi go'yoki. Odam endi masalan mana bizga yoshligimizda o'rgatishgan, yong'oq tagida o'ynama, yong'oq tagida uxlama deyshadi. Endi buni aslida sabab bo'lgan, chunki yong'oq ham odamga o'xshab nafas oladi. Bizga o'xshab kislorodni yutib, karbonat angidrid chiqaradi. Yatta kislorodni golodaniya bo'lib, bu miyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi va agar uzoq vaqt o'sha yerda uxlab qolsa, haqiqatda ham endi miyani faoliyatini ancha muddatgacha buzib qo'yishi ham mumkin. Qandaydir hali kasallik holati, ruhiy buzilishlar kuzatilishi ham mumkin. Shuning uchun endi odamzod mana bahor dedik, yasharish dedik, hamma go'zallashyapti dedik. Demak, kayfiyatni ham shunga yarasha qilib, doim bir aytaylik, chiroyli joylarda haligi shirin, xushfe'l hamsuhbatlar bilan birga bo'lib, o'shalar bilan aytaylikki, muloqotda bo'lish har doim odamga energiyani, haligi yangi manbalarni ochib beradi. Shunday. Mana atrofingizda energiya so'ruvchi, boya aytganimizdek vampirlar bo'lsa, ehtiyot bo'ling, bular g'iybatchilar, doim nolib yuradigan odamlar, bekorchilar ko'proq, birovning daromadini hisob-kitob qiladiganlar, masalan, mana bular ham vaqtini, demak, bekorchi narsalarga ko'proq sarflaydiganlar, afsuski bizni energiyamizni ham o'g'irlab ketishadi. Shunda biz endi yana bir fikr bor, ustoz, bu ko'proq bahsli. Ya'ni men burjlar haqida gapirmoqchi edim, ya'ni goroskoplar. Ba'zi yurtdoshlarimiz ishonadilar bunga, ba'zilari umuman qo'shilmaydilar, ba'zilar siz aytgandek neytral. Lekin Sharqona taqvimga ko'ra ertaga 21-martdan boshlab Hamal burji kiradi. Xalqimiz hamal kirdi, amal kirdi deydi. Mana shu Hamal burjida, ya'ni sizni tavallud kuningiz 21-martdan 20-aprel oralig'ida bo'lsa, siz Hamal burji vakilisiz. Xo'sh, bu qanday xususiyatlarga ega? Ya'ni Hamal bu olov unsuriga kirgani uchun ko'proq harakatchan bo'lish talab etiladi mana shu burj hukmronligi davrida. Siz qanday qaraysiz bu borada? Yaqinda Instagramda bir chiroyli bitta post ko'rib qoldim-da. Endi men hammamiz ham kiramiz, endi internetga iloji yo'q. Bir maymun o'ylanib o'tiribdi-da, bunday qilib odamlar deydi, burj haqida gapirishadi, ko'zlarning rangi haqida gapirishadi, yana bir narsalar aytishadi-yu, lekin tarbiyani esdan chiqarib qo'yishadi debdi-da. To'g'ri. Endi bunday qaraganda umuman bog'liq emas aslida. Odamning haligi xarakteri ham, boshqasi ham burjga, goroskopga hech qanday uni bir taalluqli joyi yo'q. Lekin ikkinchi tomondan biz endi hozir Yevropa goroskopida endi bizda hali nima yo'q. Lekin shu bizni ayrim musulmon olimlarini ham qiyofatul bashar degan bir haligi tushuncha bo'lgan, ya'ni qiyofaga qarab, masalan qo'lni, barmoqlarni uzun qisqaligiga qarab, ko'zlarni yaqin, uzoq ham shunga qarab ham bular ham odamning xarakterini aytib berishga bir urinib ko'rgan shunaqa risolalar bor. Bizda hali tariximizda shunaqa bo'lgan. Buni qiyofatul bashar deydi, yuz hali nimasi deydimi, hali tasnifi deydimi buni. Lekin har holda bu azaliy shunaqa haligi fan, munajjimlar bashorati u qadimdan, hatto o'sha xonlar, podsholar ham, qirollar ham bir tadbirni boshlashdan oldin munajjimni chaqirib, yulduzlar joylashgan o'rni qanaqa, bizga qanaqa haligi moyilligi bor. Bu menimcha Turkiyada ilohiyot degan fanda ham o'rganilardi, adashmasam. Endi lekin islomda bilasizlar, bu narsa juda ham qattiq qoralanadi, chunki
kelajakda nima bo'lishini, ertaga nima bo'lishini yaratganni o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Uni bilishga urinish hammasi gunoh deb hali qilinadi. Shuning uchun ham lekin odamlar ishonyaptimi? Ishongan narsasi bo'ladi. Psixolog shuni tushuntiradi. Masalan, haqiqatda goroskopiga ishonsa, o'sha goroskopda yaxshi bo'lsa, demak, men yaxshi bo'ladi desa, yaxshi bo'ladi. Agar qandaydir bir yomon narsani aytsa, shu yomon desa, kutgan narsasi bo'ladi. Chunki deydi, fikr moddiylashadi. Siz birovga hadeb ehtiyot bo'ling, mana shunaqa bo'lsangiz, o'sha narsa bo'ladi, sodir bo'ladi. Chunki sizning fikringiz moddiylashadi. O'sha narsa amalga oshadi. Shuning uchun yaxshisi har doim birovga tilak qilayotganda ham, birovga haligi bir fikr bildirayotganda ham yaxshi narsani gapirish kerakki, toki o'sha odam uchun bu haligi rakavoy deydi, qandaydir bir nima bo'lib qolmasin, yomonlikka aylanib qolmasin o'sha narsa deb har doim yaxshi niyat ishlar niyatga bog'liq deyishadi. Yaxshi niyat qilish kerak, yaxshi tilak qilish kerak. Shu o'rinda menda ham bir savol bor. So'nggi paytlarda ong osti kuchi tushunchasi juda ham globallashib, ommalashib bormoqda. Ayrim psixologlarimiz mana shu orzular xaritasi bokslarini ham yoki orzular rejalari, jadvallarini ham tavsiya etishyapti yoki mening yillik rejalarim, 365 kunlik rejalar, 1 kunlik rejalar va mana shu ong osti kuchining insonga ta'siri qanday? Masalan, biz 1 yillik rejalarimizni yozib qo'yishimiz kerak ekan varaqlarga yoki bir ketma-ketligida va ularning amalga oshishi qaysidir miqdorda 50% dan yuqori bo'lar ekan. Bu insonning harakatiga yozib qo'ysak. Chunki bir eslatma qilibman, qayd qilibman. Bu insonning o'zini harakati bilan bog'liqmi yoki ong osti kuchi bilan bog'liqmi? Bu ikkovisining o'rtadagi bog'liqliklari nimalardan iborat? Platonni endi hammamiz taniymiz, Aflotun bizni sharqda o'sha Aristotelning ustozi, idealizmning otasi. Shu aytganki, odamzod ruh ideyalar olamida yashaydi. Keyin dunyoga kelish narsa o'rganmaydi u degan. U faqat eslaydi o'sha bilimlarni degan. Bilishni inkor qilganda. Keyin ikkinchi fikri, men uy qurishim uchun uy qurishim shart emas. Uyni ko'zim oldiga keltirsam bo'ldi, men uyga ega bo'ldim deydi. Bu ham xuddi o'shanga siz aytgan fikrlarda endi haligi shunaqa psixologlar paydo bo'ldi, bir balolar o'ylab topishadi qanaqangidir. Endi qanaqa qilib bo'lsa ham odamlarni bir hayratda qoldirsa bo'ldi, chunki daromadining manbai shuda ularniki endi. Obunachilarni ko'paytirish uchun ham albatta haligi qancha ko'p odamlar ishonsa, mish-mish qilsa, shunchalik ularda hali hayratlansa, ular daromad shunchalik ko'payadi. Endi ong osti shu Freud boshlagan, birinchi shu haqda gapirishdi. U aytganki, masalan, iceberg de ko'z oldiga keltiring. Icebergda aytaylikki, 100 dan 90% suvni ostida bo'lsa, 10% suvni betiga chiqib turadi. Ana shu tepadagi 10% ong xolos degan. Qolgan hammasi ong ostida deb hisoblaganda, endi hamma hayratda qolgan, qanday qilib bizni xulqimizni ong boshqarmasmi desa, yo'q, ong osti boshqaradi xulqni. Chunki ongsiz mayllar go'yoki biz anglamagan holda bizni xatti-harakatimizni boshqaradi. Masalan, xato gapiraverasiz ba'zan, bilmay aytdim deysiz, aslida bilmay aytdingiz emas edi. O'zi aslida aytmoqchi edi shuni deydi. Ong ostida deydi. Shu fikr bor edi-yu, lekin o'zingiz ham tan olish xohlamayotdingiz, lekin xato yozib qo'ydingiz, masalan. Yoki birovga bitta kitobni va'da qildingizda olib kelmayapsiz. 1 oy o'tib ketyapti, qo'yib qo'ygansiz, turibdi, ko'zoy chiqib ketib qolyapsiz. Bergin kelmayapti, yo'q, bermoqchiman deysiz, lekin aslida haqiqatdan deydi bergingiz yo'q. Chunki yo yo'qotib qo'yadi, qo'rqyapsiz, yo qaytarib bermaydi deb qo'rqyapsiz hali kitobni degan. Demak, bizni hamma xatti-harakatimiz sababiy bog'langan, determinlashgan. Endi haligi tavsiya qilayotgan 665 kunlik rejani qiling, ana shu amalga oshadi deb ishontirayotganlarning gapida bitta jon borki, siz o'zingizga ustanovka berasiz yozish bilan. Chog'laysiz, o'zingizni chog'laysiz, ya'ni men shuni bajaraman deb o'sha yozgan zahotingiz, demak miyaga ustanovka berildi, demak sizning butun maqsadi o'sha rejani amalga oshirishga qaratiladi. Uni haligi foydali tomoni shu xolos. Aslida rejalashtirish psixologiyada hamma boshqaruv jarayonida bor. Bir kun oldin rejalashtirib qo'ying ertangi ishlaringiz deydi. Ertaga shu ishni demak bajarishingiz osonroq bo'ladi, chunki o'zingizga o'zingiz buyruq berdingiz, chog'landingiz. Ongsiz darajada ham haqiqatda shu ustanovka ishlaydi. Ya'ni
endi men ongsiz sohani tushuntirish uchun bir kunlar kerak, oylar kerak ehtimol. Men buni 30 soat o'taman psixoanalizni masalan 4-kurslarga. Lekin qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, bizni hamma xatti-harakatimiz, hayotdagi har bir qadamimiz bu sababiy bog'langan. Behuda emas, o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Biz hech qachon tasodifiy harakat qilmaymiz hech qachon. Qilyapmizmi? Demak, buni o'sha juda ongli sabab bo'lmasa, ongsiz sabab bor. Demak, ong ostida bizda shunaqangi mayl bor, shunaqangi ustanovka borki, demak biz shu harakatni amalga oshiryapmiz deb hisoblaydi mutaxassislar zamonaviy. Lekin bilasizmi, men ham aynan bolaligimda shu rejalashtirib qo'yardim. Endi bilmadim, men uchun bir yangi yil bayrami, endi yilning boshlanish sifatida olib, men yangi yil kuni niyatlarimni yozardim. Xuddi siz aytganingizdek, o'zimga reja qo'yardim. Bugun shuni qilishim kerak, shu yil tugagungacha bu narsani amalga oshirishim kerak deb, bor e'tiborimni o'sha narsaga qaratardim. Va bu albatta natija berardi. Bu siz aytganingizdek, insonni o'ziga bo'lgan talabining ortishi, o'zini zimmasiga yuklatilgan vazifani yanada kattaroq qo'yilishi sababidan bo'lsa kerak deb o'ylardim men ham. Endi mana kunlik, haftalik, oylik, yillik va perspektiv rejalashtirish bu boshqaruv psixologiyasida tavsiya qilinadi. Chunki birinchidan sizda maqsad paydo bo'ladi. Maqsad paydo bo'lgandan keyin sizda harakatingizda mazmun ham paydo bo'ladi. Endi nima uchun harakat qilayotganingizni anglaysiz. Ana shuning uchun ham rejalashtirish juda ham katta ahamiyatga ega. Bu juda ham katta. Bu kun samaradorligini ham oshiradi, insonning kayfiyatiga ham ta'sir qiladi. Ba'zi bir orzular borki, 1 yil davomida ham yoki 1 oy davomida ham amalga oshirib bo'lmaydi. Chunki ularni amalga oshirish davriga nisbatan ham rejalashtirish kerak deb o'ylayman. Chunki masalan men 1 oy ichida uy olaman, 1 oy ichida mashina olaman desam-u, qo'limda mablag'im bo'lmasa, bu albatta amalga oshishi mumkin bo'lmagan jarayonda. U Xudo ol qilim demasa, bu insonning harakati bilan 1 oyning ichida amalga oshiradigan jarayon. Lekin albatta olaman deyishdi o'zi. Lekin albatta olaman deyilsa, bu 5 yil o'tadimi yoki 3 yil o'tadimi, albatta bu narsani bizga chorlaydi. Biz ham unga tomon qadam bosib, harakat qilib amalga oshiramiz. Maqsad uchun harakat qilasiz. Shuning uchun Eynshteyn ham aytganki, tafakkurdan orzu muhim degan. Chunki orzuga hamma narsa sig'adi. Tafakkur endi faqat haligi hisob-kitobli, aniq mavjud bo'lgan narsalar haqida fikr yuritadigan bo'lsa, endi orzuda hamma narsani orzu qilish mumkin. Maqsad ham o'shanga yarasha juda ham katta bo'lishi mumkin. Harakat ham o'shanga yarasha bo'ladi odamda. Harakat qilmay uyda o'tirib hamma narsani orzu qilishimiz mumkin. Lekin hech narsaga erishmasligi mumkin. Mumkin-da, albatta umrimiz o'tib ketishi mumkin. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamiz orqali ham tomosha qilishingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchiman. Endi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizning manzillari ekranlaringizda namoyish etilyapti va bularga ulanib oling. Darhaqiqat bizni nafaqat efirda, mana shu onlayn manzillarda ham kuzatishingiz mumkin. Obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Suhbatimiz davom etadi. Ertaga bayram. Mana ustoz Navro'zni fazilatlari sharqona odob axloqlarimizga ham, psixologik qarashlarimizga ham juda ham mos kelar ekanda. Mana Navro'zda deyishadi kattalarimiz, otni itni urmaydilar. Navro'zda urishganlar yarashib bo'ladi. Navro'zda bemorlarning holidan xabar olinadi deyiladi-da. Bu jihatlar psixologiyada ham bor va bizni milliy an'analarimiz, odoblarimizda ham bor. Demak, Navro'zdan faqat yaxshilikni ko'rishimiz mumkin ekan, ruhiy jihatdan ham. Endi Navro'z bu islomdan ko'ra qadimiy, bilasizlar, chunki islomgacha ham bo'lgan. Bu bizda o'sha zardoshchilik dinimiz bilan bevosita bog'lanib ketadi. Mana dinshunoslar aytadiki, dinlar ichida eng axloqiysi zardoshchilik dini bo'lgan. Chunki ko'proq axloq, odob, qoidalarni nima qilgan, o'sha Avestoda ham tabiatga zarar keltirma, hayvonlarga zarar keltirma ko'p takrorlanadi. Bu yerda dehqonchilik, chorvachilik dini bo'lganligi uchun yer bilan, hayvonlar bilan bog'liq, salomatlik bilan bog'liq, bevosita tabiat bilan bog'liq fikrlar u yerda juda ham ko'p. Endi Navro'z bu dehqonlar bayrami o'zi aslida. Mana biz yoshligimizda eslaymiz. Shu Darveshona, Dorishona deb endi xalq tilida shuna buzilgan, lekin Darveshona deyilardi.
endi men tog'da katta bo'lganman, bizda traktor yurmagan yerlarda hali hayday olmas edi. Ho'kiz omoch bo'yinturuq bilan haydashardi. Shu ana shu 21-kuni Navro'z bayrami bu haqiqatda ham yil boshlanishi bilan dehqonchilik ishlari ham boshlanishiga go'yoki turtki bo'lganda, hali omoch bo'yinturuqlar soyga solishib, daryoga shirishib, chunki hali bo'lib qolganda, bo'shab qolganda. Keyin ho'kizlar shoxini yog'lashi bu endi qadimiy an'ana endi. O'shatdan shu oshni yeb, darashonani yeb hamma qo'shchilar toqqa chiqib ketardi, yer haydagan. Shu bilan bir oyda tushadimi, 2 oyda tushadimi, kechasi kunduzi, chunki tobiga kelganda deydi, yer tobiga kelganda haligi bug'doy sepsa, to'g'ri yerga borib tushgan bug'doy bilan ho'kizni tepasiga urilib keyin tushgan bug'doyda ham hosilda farqi bo'ladi deb dehqonlar shunaqa hisob kitob qilar ekanda. Shuning uchun ham Navro'z bu dehqonlarning bayrami ekan. Demak, biz sizdan mani hali to'q yurishimizga, magazinga borib xohlagan narsani topib bemalol sotib olishimizga o'shalar sababchida. Bu ular uchun juda ham katta bayram bo'ladi. Chunki biz hozir yoshlarimiz ham ko'pchilik o'ylaydiki, hamma narsa magazinda deb o'ylaydi-da. Uni orqasida qancha dehqonning mehnati yotganligini, mashaqqati yotganligini ko'pchilik bilmaydi. Haqiqatan ham bilmaydi. So'rab ko'ring, masalan, non qayerdan keladi, siz non magazinda deydi, yo novvoyxonada deydi. To'xta, uni yer haydab, don sepib, hosilni yig'ib, shuncha qilish jarayonidan ular ko'pchiligi bexabar. Shuning uchun ham biz dehqonlarni, bog'bonlarni, chorvadorlarni bayramida qanchalik ularni e'zozlasak, qanchalik ular qadriga yetsak, ertaga xalqning to'qligi, boyligi, farovonligi uchun o'shalardan shunchalik minnatdor bo'lishimiz kerakki. Bilamizki, so'z terapiyasi degan narsa bor. Ko'pchilik shifokorlarimiz tibbiy jihatdan davolasa, so'z terapiyasi bilan shug'ullanuvchilar insonning ruhiyatiga ta'sir etadi. Masalan, bizda shunday odatlarimiz borki, bu an'anaga ham aylanib qolgan. Masalan, qo'y go'sht desam, qon bosimim oshib ketadi deydi. Bu aslida qo'y go'shtidan ko'ra mol go'shtining kaloriyasi kuchliroq hisoblanadi. Yoki biron bir mahsulot yoki qazi yeysami yoki bir boshqa narsa yesa qon bosimim oshadi. Mana shu ba'zida insonlarda shunday holatlar bo'ladiki, oddiy suvni ixlos bilan ichsa yoki mana uni qanday suvligini ahamiyati yo'q. Masalan, buni dori, shu narsalar qo'shilgan deb oddiy suvni ichsa ham men shundan shifo topdim degan narsalarni, degan holatlarni kuzatishimiz mumkin. Bu insonning ixlosi bilan bog'liq deyiladi yoki bir o'zini ruhiyatiga bergan buyruqlari bilan bog'liq deyiladi. So'z shifosi, so'z terapiyasi insonning ruhiyatiga qay darajada ta'sir qiladi va uning tibbiyot bilan bog'liqlik jarayonlari qanday? Ko'pchilik tibbiyot xodimlari aytishadiki, shifokorlar, tibbiyot xodimlari xushmuomala bo'lishi kerak, shirin so'z bo'lishi kerak deyishadi. Bu ham so'z terapiyasi bilan bog'liq holatlarmi? Endi bir venger psixologi bor, Hardi degan, shuni Vrach, sestra, balnoy degan kitob bor, katta kitob. Shu kitobida shunday fikrda aytadiki, bemorni vrach davolamaydi. Vrach shunchaki nazначение qiladi, buni dorini qilinglar, diagnozni ko'rib, bemorni hamshira davolaydi. Chunki doim u bilan muloqotda bo'ladigan hamshira. Men eslayman, endi bu ancha yillar, 40-50 yillar oldin bo'lsa kerak, bir Toshkentga borsam, ustozimiz shu Lunacharskida, правительственный dispanserlar deyishardi, shu yerda davolanish ekaniga ko'rgani bordim. Keyin borsam, ustozimiz aytishdiki, mana shu yerdagi hamshiralarga deyishdi, oyligiga 15% ustama beriladi deyishdi. Men aytdim, nimaga beriladi desam, muloyimlik uchun deyishdi. Demak, o'shalarni, chunki haqiqatda ham vrach ming kuchli dorilar buyurib, eng zo'r dorilar, lekin agar hamshiraning bir og'iz qo'pol so'zi bo'lsa, hammasi osmonga uchib ketadi, habada bo'lib. Endi mana Ibn Sino bilan bog'liq bitta rivoyat bor. Ibn Sino endi mashhur tabiblik paytida bir kun kelsa, oldida bir chol bilan qizcha kelyapti ekan. Qizcha uni nevarasi ekan. Keyin hali qizcha qon tuplab kelyapti ekan. Keyin Ibn Sino orqalaridan uylarigacha boribdi. Endi tabibku endi haligi orqasidan borib, keyin qizcha uyga kirib ketibdi, chol bilan hali tashqida qolib, bu qizcha kim? Nevaram. Nevarangiz yaqinda o'ladi debdi. Boshqa indamabdi, ketibdi. Qizcha o'libdi haqiqatda ham. Oradan bir necha kun keyin chol boribdi. Nimaga shunaqa dedingiz desa, qon tuplab kelyapti, sil bo'lgan ekan debdi. Keyin chol aytdiki, yo'q, shoti tuyib kelyapti debdi. Uni qizcha eshitganda o'ladi degan shunday buyuk tabib aytdiki, demak men haqiqatda bu endi o'z-o'ziga ta'sir yoki samomnushyeniy deyiladi buni.
masalan biz bir yaxshi narsaga hozir aytdingiz-ku, mana shu qo'y go'shti davleni ham ko'taradi. Qazi ko'taradi, lekin ko'tarmaydi. Qo'y go'shti eng foydali, eng dietetskiy, parhez taom desa ko'tarmaydi. Bu o'sha odamning o'ziga bog'liq. Shuning uchun ham psixologiyada so'z terapiyasiga juda katta e'tibor beriladi. Mana hozir endi bibliya terapiya haqida, igra terapiya haqida gapiramiz. Hammasi davolash uchun ishlatiladi bularning hammasi. Ertaklar ishlatiladi davolash uchun. O'yinlar, musiqalar ishlatiladi. So'z ishlatiladi. Chunki so'z go'yoki bu sizga buyruq beradi organizmingizga. Shu harakatga undaydi sizni. Va shu so'z yordamida haligi nima deydi? Yaxshi gap bilan ilon indan chiqadi, yomon gap bilan pichoq qindan chiqadi deydi. O'zbekda maqoli bor. Haqiqatda so'z bilan o'ldirish mumkin, so'z bilan shifo berish mumkin, so'z bilan odamni baxtli qilish mumkin. Bu hammasi haligi tildan, shuning uchun ham ilgaridan haligi Navoiyning bir gapi bor-ku, oqil faqat rost aytadi-yu, lekin hamma rost aytish ham oqilda ish emas, deydi. Agar o'shanda ham Ibn Sino ehtimol tilini tiyib turganda shunaqa bo'lmasmidi deysiz. Bu rivoyat, bu bo'lmagan narsa bo'lishi mumkin. Faqatgina haligi odamlar shuna moyil, shunaqangi narsani tushuntirish uchun rivoyat orqali, hikoya orqali, haligi masallar orqali haligi bir yetkazishga asaldan bizda endi hamma millatda ham shunaqa narsa bor. Shunga moyillik bor. Ta'sir kuchini oshiradi. Ta'sir kuchini oshirish uchun, toki boshqalarga o'rnak bo'lsin uchun shu narsa. Rahmat ustoz, haqiqatdan. Lekin Navro'zda aytiladigan fikrlarimiz, so'zlarimiz, tilaklarimiz doim yaxshi qudratga ega bo'lgan so'zlar. Bu chunki hayotimizda buni isbotini ko'p ko'rganmiz. Va ustoz ko'p e'tibor bersam, suhbatlarimiz bayram kunlari, bayram arafalariga to'g'ri kelgan. Mana yangi yil oldidan, Vatan himoyachilari kuni oldidan, mana bugun Navro'z oldidan suhbatlashyapmiz. Endi albatta yaxshilikni yaxshi ko'radigan yurtdoshlarimizga albatta Navro'z tilaklaringiz bor. Ularni bugun dasturimiz orqali bayon qilib o'tishingiz mumkin. Ertaga bayram, yangi kunni boshlar ekanmiz. Endi hali aytdim, bu bayram dehqonlar, chorvadorlar bayram bo'lib kelgan. Mana bitta tilagim shu dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz bu yil tabiatdan nima umid qilib, qanaqangi katta mo'l-ko'l hosil yoki bo'lmasa mana shu boqayotgan mollarini, hayvonlarini haligi semirib, ertaga bir daromad keltiradigan bo'lishini niyat qilishyapti. Hammalar niyatlariga yetsin. Chunki hali ham aytdim, bizning to'qligimiz, farovonligimiz o'shalarga bog'liq. Birinchi navbatda. Chunki shular qancha bozor to'ldirib tursa, shunchalik xalq to'q, farovon yashaydi. Qolaversa, haqiqatda ham mana yangi kun, yangi yil boshlanyapti. Shu xalqimizga, mamlakatimizga, davlatimizga shu tinchlik, barqarorlik doimiy bo'lsin shu narsa. Odamlarimizni haligi ko'ngli to'q bo'lib, xotirjam mehnat qilishlari uchun mana davlatimiz rahbari qancha harakat qilishyapti. Shularning hammasi ijobat bo'lib, qanaqangi niyatlar qilishayotgan bo'lsa, shu xalqimizda ertangi kungi farovonligi uchun, mana yoshlarimizni baxt saodati uchun, shu mamlakatimizni ertaga gullab yashnashi uchun bo'lyapti. Shularning hammasi ro'yobga chiqsin. Bayram arafasida shu hammaning qilgan niyatlari albatta ijobat bo'lsin iloyim. Rahmat. Yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Salomat bo'linglar. Navro'za olam cheksiz baxt, sihat, salomatlik, shijoat olib kelsin sizga ham. Bugun siz bilan suhbatimiz davomida biz foydali ma'lumotlarga ega bo'ldik. Tashrif uchun rahmat. Yana bir bor studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni Farg'ona davlat universiteti psixologiya kafedrasi dotsenti Ma'murjon Otajonov bo'ldilar. Xislati beqiyos, betakror ayyom. Navro'z. Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy shunday yozgan edi. Quyosh va oy samoning ikki ko'zi bo'lgani kabi, Mehrjon va Navro'z ham yer yuzining ikki ko'zidir degan edi. Mehrjon bu kuzgi teng kunlikdir. Ertaga bahorga teng kunlik kirib keladi. Barchangizga asriy ayyom muborak bo'lsin va tabiat bag'ridan dasturimizni sizga taqdim etamiz. Navro'z sonini, xayrli kun dasturining Navro'zga bag'ishlangan maxsus sonini o'tkazib yubormang.
kun davomida, balkim fasl davomida Navro'z kayfiyati, bayram kayfiyati hamisha hamrohingiz bo'lsin. Azizlar, bugun dastur orqali Parizoda va Madaminjon sizlarga hamrohlik qildik. O'zingizni ehtiyot qiling. Bugungi kun uchun nimaniki reja qilgan bo'lsangiz, hammasi ijobatini topsin. Kelgusi ko'rsatuvimizgacha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha azizlar.